Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bu galgi videomiz ko'pchilikka qiziq bo'lgan mollarning limuzin turi haqida. Videomizni oxirigacha ko'rsangiz o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasiz degan umiddaman. Demak, videomizni boshladik. Limuzin zoti Fransiyaning Limuzin provinsiyasida yaratilgan. Limuzin zotining tarixi 18-asrning ikkinchi yarmidan boshlangan. 19-asrning birinchi yarmida Limuzin provinsiyasining chorvadorlari mahalliy mollarni go'sht berish xususiyatlarini yaxshilashga, bu zotning go'sht, sut yo'nalishidagi zotga aylantirishga kirishadilar. Keyinchalik chorvadorlar bu zotni avvalo go'sht yo'nalishida takomillashtirishni, shu bilan birga eksteryerini yaxshilashni boshladilar. 19-asrning ikkinchi yarmida go'sht berish xususiyatlari va tez yetilishi, gavdasi kattaligi va yog'siz go'sht olish bo'yicha seleksiya olib borildi. Naslchilik ishida qoramollarni kelib chiqishi va buqalarni naslga qarab baholashning roli ortib bordi. Yuqori mahsuldorli limuzin zotini boqish va ko'paytirish qiyin emas. Bu zot har qanday sharoitga o'rganishi mumkin. Go'shti yumshoq, mazali va shu xususiyati bilan zamonaviy iste'molchilarni o'ziga tortadi. Og'ir iqlim sharoiti va chorvadorlarning talabchanligi oqibatida dunyodagi eng mahsuldorligi yuqori limuzin zoti yaratilishiga sabab bo'ldi. Bu zotli qoramollarning boshi kalta, peshonasi keng, ko'kragi chuqur, qovurg'alari dumaloq. Bu zot rangi qizil, qizil qo'ng'ir. Yelkasida juda keng mushaklari yaxshi rivojlangan. Dumg'azasi keng va dumg'aza mushaklari yaxshi rivojlangan. Sigirlarning bo'yi 127-130 cm, buqalarning bo'yi 135-140 cm. Ko'krak aylanasi sigirlarniki 187-193 va buqalarniki 230-235 cm ni tashkil qiladi. Tug'ilganda buzoqlarning vazni 36-40 kg, sutkasiga 8-1000 gramdan semiradi. Sigirlarning tirik vazni 580-600 kg, buqalarniki 1000-1100 kg. Limuzin zoti sigirlari yaxshi onalik xususiyatlariga ega. Bolalash osonligi 98%. Sigirlarning sut unumdorligi 1200 dan 1800 kg gacha. Sutning yog'ligi 5% ni tashkil qiladi. Yaylovda boqilib, biroz miqdorda konsentratlar ozuqalar bilan qo'shimcha boqilganda limuzin sigirlari tez sur'atlarda o'sadi va yoshligidayoq ko'p miqdorda oliy sifatli go'sht beradi. So'yilganda oson nimtalanadi va juda mazali go'sht beradi. Yog'ligi yuqori emas. Buqachalar 18 oyligida so'yilganda tirik vaznining 68-70% miqdorida go'sht olinadi. Limuzin zotidan xilma-xil yakuniy mahsulot olish mumkin. Go'shtga so'yiladigan buzoqlardan tortib katta vaznli buqalar va g'unajinlargacha. Zotning o'ziga xos xususiyati: qoramollarning yoshidan qat'iy nazar yakuniy mahsulot olish mumkinligi va uning turli ishlab chiqarish sharoitiga moslashuvchanligidir. Mahsulotning bozor qiymati bo'yicha ham, molni boqish rentabelligi bo'yicha ham limuzin zoti go'sht chorvachiligi uchun eng maqbul zot hisoblanadi. Video yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling.